islom tarixida muhabbat va taslimiyat timsoliga aylangan buyuk ayol Robiya Adaviya haqida so'z yuritamiz. Tasavvuf tarixida Robiya Adaviya alohida o'rin tutadi. U tasavvufda Allohga bo'lgan haqiqiy muhabbatni ilgari surgan ayoldir. U ibodatni faqat jannat umidida yoki do'zax qo'rquvi bilan emas, balki chin dildan Allohga muhabbat bilan amalga oshirishni o'rgatgan ayoldir. Robiya Adaviya 713-yili Iroqning Basra shahrida tug'ilgan. U kambag'al oilada dunyoga kelgan va otasi vafot etgandan so'ng og'ir hayot kechirgan. U hatto bir muddat qullikda ham yashagan. Ammo uning taqvosi va ibodati sababli xo'jayini uni erkinlikka qo'yib yuborgan. Erkinlikka chiqqach, Robiya butun umrini ibodatga bag'ishladi. U doimo yolg'izlikni ixtiyor qilib, Allohning zikri va namoz bilan mashg'ul bo'ldi. Uning mashhur duosi bor. Ilohim, men senga do'zaxdan qo'rqqanim uchun ibodat qilmayman va jannatingni istaganim uchun ham emas, balki senga faqat sening o'zing uchun ibodat qilaman, chunki sen bunga loyiqsan. Ilohim, agar men senga do'zax qo'rquvi bilan ibodat qilsam, meni do'zaxingda kuydir. Agar jannat umidida senga ibodat qilsam, jannatingdan meni mahrum qil. Ammo men senga sening o'zing uchun ibodat qilaman, chunki sen bunga loyiq zotsan. Robiya Adaviyaning bu duosi Allohga bo'lgan muhabbatning cho'qqisini ko'rsatadi. Robiya Adaviya haqida ko'plab ibratli rivoyatlar mavjud. Bir kuni Robiya qo'lda suv va mash'al olib yurganida odamlar undan so'radilar: "Bu nima ey Robiya?" Shunda Robiya javob berdi: "Agar imkon bo'lganida men bu suv bilan do'zaxni o'chirib, bu mash'ala bilan esa jannatni yoqib yuborgan bo'lardim. Shunda odamlar faqat Allohning o'zi uchun ibodat qilishardi. Jannatning ham, do'zaxning ham egasi Allohdir axir." Kunlarning birida bir kishi Robiya Adaviyaga turmushga chiqishni taklif qildi. Robiya esa shunday javob berdi: "Mening qalbimda faqat Allohga muhabbat bor. Unga joy topilgan yurakda boshqa muhabbat bo'lishi mumkin emas. Qalbdagi Allohning muhabbatini faqat o'lim to'xtatishi mumkin." Rivoyat qilinishicha, Robiya har kecha ibodat qilardi. Bir kuni bir kishi uning uyiga qarab, u yerda nur taralayotganini ko'rdi. Shunda o'sha odam yaqinroq borib qaragan ediki, u nur hech qanday chiroq yoki sham emasdi. Robiyaning ibodati tufayli Allohning nuri uning uyini yoritib turganiga guvoh bo'ldi. Robiya Adaviya Basrada kambag'al oilada tug'ilgan. Uning otasi Ismoil ibn Adiy faqirlik sababli o'z farzandlarini qiyinchilik bilan tarbiyalagan. Rivoyatlarga ko'ra, u oilada 4-qiz bo'lib, tug'ilganida xonadonlarida hatto chiroq yoqish uchun sham ham yo'q edi. Robiya yoshligidanoq ilmga, ibodatga va taqvoga qattiq muhabbat qo'ygan. Ammo uning hayotida katta sinovlar bo'lgan. Otasi vafot etgandan keyin u asir olinib, yuqorida aytganimizdek qullikka sotilgan. Lekin Robiya ibodati, odob, axloq va taqvosi bilan ajralib turgani sababli uning sohibi uni erkinlikka qo'yib yuborgan. Robiya Adaviya ko'plab sufiy ulamolar va tasavvuf namoyandalari bilan muloqot qilgan. Unga Imom Hasan al-Basri, Sufyon as-Savri, Abdulvahid ibn Zayd kabi mashhur shaxslar yuksak hurmat bilan qaraganlar. Uning ta'limoti asosida tasavvufdagi ishqul haqiqiy muhabbat tushunchasi paydo bo'lgan. Keyinchalik uning fikrlari Junayd Bag'dodiy, Bayazid Bistami, Abu Yazid Bistami va boshqa ko'plab sufiy ulamolar tomonidan davom ettirilgan. Robiya Adaviya 801-yil 185-hijriy sanada Basra shahrida vafot etgan. U hayotining oxirgi yillarini doimiy ibodat va zikr bilan o'tkazdi. Rivoyat qilinishicha, u vafot etgan paytda huzurdagi kishilarga shunday degan: "Mening yo'ldoshim va sevgilim, hamrohim Allohdir. Uning huzuriga bormoqdaman va nihoyat unga yo'liqish uchun ketmoqdaman. Men uchun duo qilinglar", dedi va kalima shahodatni aytib omonatini topshiradi. Shuningdek, u vafotidan biroz oldin osmonda nur paydo bo'lib, bu nur uning ustiga yog'ila boshlagan. Bu holat uning Alloh muhabbatidagi yuksak maqomga erishganidan darak edi. Robiya Adaviya bizni muhabbat va ixlos bilan ibodat qilishga, Allohga muhabbatimizni chin dildan izhor etishga o'rgatgan ayol bo'lib tarixda qoldi. Shu bilan biz Robiya Adaviya haqida qisqa ammo ibratli hikoyani yakunlaymiz. Bu buyuk ayol haqida siz qanday fikrdasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Inshaalloh ertaga